Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun yana kichkina videorolik shaftoli haqida bo'ladi. Mana shu ko'rib turganinglar avgustda payvand bo'lgan. Sorti yaxshi chiqmagan shaftolilarni 1 yilda mana shu holatda yangi sortga o'tkazsanglar bo'ladi. Mana shu yerdan payvand bo'lgan. Mana 4 ta shoxiga payvand qilganmiz. Mana bu mayada yana bittasi turibdi. Mana 5 payvand qilganmiz. 1 yilda xudo xolasa boshqa sortga o'zgartirib qo'ydik. Bu eski sorti chempion edi. Menga yoqmadi, bemaza. Anjir shaftoliga o'zgartirib qo'ydik. Lotereyni 4 payvand qilib qo'ydim. Mana shunaqa avgust oyida qilganman. 15-avgustda boshlaganman payvand qilishni. Shunday qilib xudo xolasa mana mevalari ham bor ekan. 1 dona, yarim dona nishonasi bilan turibdi. Rezultatini ko'ramiz xudo xolasa. 15 kun, 20 kun, 1 oydan keyin yana bitta video qilamiz. Mana shu holatda o'sganlarni, qay qavatda o'sganini ko'rsatamiz. Mana yana bittasi. Mana shu ham mana sorti yoqmadi. Mana shuni ham payvand qilib qo'ydim men. 2 tadan solganman avgust oyida. Mana rezultatni ko'rib turibsiz. Xudo xolasa zo'r. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lib, like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar.